Assalomu alaykum. Said Akbaruz kanalining ashaddiy obunachilarim desam to'g'riroq bo'ladi. Obunachilar qilaysizlar. Salomatliklar joyidami? Kayfiyatlar, xonadonlar tinchmi? Akalar yana bugungi kechagingida nomer yo'q edi, avvalgingida. Bugun nomerni borni hamkasb ukalarim joni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, mana shu ukalarim topdi. Xudo xolasa shular bilan birga syomkalarni boshladik. Hop, Beydi manzili birinchi o'rinda Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahant bilan Quramani o'rtasida Vodoprovod Sapqo'z degan qishloq bor. To'raqo'rg'ondan Shahantga ketayotganda Shahanshoh to'yxonasidan o'tasiz, chapga burilasiz. Qurama saroyidan kelayotganda Tashqovuz degan joyimiz va svetofor aydan o'ngga burilasiz. Atrofimizdagi odamlar Vodoprovod desak to'g'riroq tushunadi. Manzil lokasiyamiz Shayda akalar. Hop, somonimiz bor ekan, adashmasam taxminan ko'p qolmagan, lekin uspet qilsa bo'ladigan holatda. Mana somonni Abdulhamid ko'rsatingchi, yon holatda, tikka holatda, qattiqligi, yumshoqligi hamma yo'g'i xudo xolasa zo'r. Bu mehnatlarga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like urib, bu issiqda qilayotgan mehnatimizga kommentariyaga iliq fikrlaringizni yozib, like bosib qo'ysalaring, xudo xolasa biz shunga xursandmiz. Hop, somoniga keladigan bo'lsa, mana endi o'tli deyish kerak yo'q, chunki haqiqiy toza mana somon. Chorvaga somon kerak bo'ladi. Abdulhamid unda ko'rsatib bersanlardi ham. Chorvaga somon kerak bo'ladi deganimiz sababi bir kunda bitta mol hech bo'lmaganda oshqozonni ishlab turish uchun ilgarali mol vaqt yurganimizda doktorlar aytardi, shunday qiladi, siqimlab turib, bir siqim bo'lsa ham yesindiradi. Chunki oshqozonda silos, beda, somona hammasini o'zining o'rni bor. Beda o'shim original, silos undan-da original. Somonni o'rnatgani haligi somon yemasa oshqozonlarda, minqatlarda ishlash faoliyati yaxshi bo'lmaydi. Silosga somonni aralashtirib berish kerak deydi. Xullas kallam nomer 1 bizim masalan birinchi o'rinda nonimiz bo'lganda, molni noni mana shu somon hisoblanadi obunachilar. Astoydil harakat qilib hammamizga chorvamiz bor. Hozir narxlarni ham tushuntirib o'tamiz. 10 ming so'mdan adashmasam shu 10 ming so'mdan 50 ta 100 taga 10 ming so'm. 200 ta, 300 ta, 400 ta bo'ladigan bo'lsa 9,5 ming qilib beraman dedi akamiz. Hozir nomerlarni ham ostiga qo'yib qo'yamiz o'zlaring. 1,5 ming atrofida bor ekan. Uspet qilib qolsa, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Mana bu tomonlarda tashlanmagan holatda turibdi. Bu tomondasini 5 ta 10 ta qilib qo'yibdi obunachilar. Endi shu mehnatlarga bittadan like bosib, xudo xolasa bedani kecha hamkasblar chiqardi, sotayotgan joyidan. Iloji bo'lsa poliyani topish harakatidamiz. O'sha poliyani ham topib chiqarib beramiz. Sizlardan iltimos shu like bosib, mehnatimizni qadrlab, qo'llab-quvvatlab, motivatsiyani berib tursalaring, bundan da zo'r ishlashga harakat qilamiz. Lekin somon yomon emas. Mana Abdulhamid qarang. Xotirjam 1.10, 1 metrlisi yo'q deyarli mana. Mana qarang, mana ikkalab ham ko'rsatib bering, o'zimni bo'yimga moslaydi mana. Mana qaranglar. Taqlab suyanib turamiz devor. Yo'q, rostda bo'yi normalni somonni. Bu haligi oldi qoshda akamiz emas ekan. Bu akamiz ham juda haligi mehnatkash odam ekan. Keyin yana bittada Abdulhamid aytganda, mana o'ti yo'qligini bitta sababi yaxshi. Buni nam bo'lib qolmaydi. O'timiz baribir ho'l bo'ladi-da. Hozir mana holati bor-ku. Haqiqiy toza somon, zo'r bo'ladi. Buni o'tib turib bersa ham yeveradi, drabilkadan chiqarib bersa ham yeveradi. Lekin bu silosga qo'shib bersa ham bo'laveradi, o'zini bersa ham bo'laveradi, terit qilib bersa ham bo'laveradi. Xullas kalom dangasan narsasi bu. Asli dangasan narsasi-da. Chunki har bir nimaga ishlayveradi. Qirqish shart emas. Drabilkadan даже chiqarish ham shart emas buni. Mana bor-ku mana, chiqarish ham shart emas. O'shanga akalar xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursalaring, manzillarga kassalarimiz yetdi, yana takrorlaychi. Hop, hurmatli obunachilar, xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turasizlar. Manzillar kasani qaytadan aytamiz. To'raqo'rg'on tumani Shahant tomondan kelganda Shahanshoh to'yxonadan chapga, Qurama saroyidan keladigan akalarimizga Qurama saroyida svetofor bor, Tashqovuzdan shunday Sapqo'z yo'liga yurganda, ikkala Shahant bilan Quramani yo'li shunday tutashadi. Şeyda qabristonimizni tepa tomonida manzillar kasalarimiz yaxshi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, chiroyli bitta like urib, obuna bosib qo'yasizlar bo'ldi.